le barche danzano giù nel blu, un raggio d'oro tra i tuoi capelli mi fa restare qui con te. La mia dolce vita con te, dolce far niente poesia, nel silenzio del pomeriggio, tu sei la mia melodia. Restoranda ko'rdingiz. Toyxonaning ishinde usunday o'zining foto studiyasi bar ekanligin tek qana Qoraqalpog'istonda birinchilardan bo'lib Bahar restoranida endilikda sizlar to'y kuni boshqa da studiyalarga borib vaqtingizni ketirib yuringiz shart emas. O'sha to'yxonaning o'zinde o'zining arnauli 10 dan aslan foto zonalari bor. To'yxona juda ham chiroyli chiqdi. Dahshat ekan. Menimcha Nukusda bitta nomer 1 to'yxonalardan bittasi bo'ldi. Bizga rosa ham yoqdi. Biz o'zimiz da Toshkentdamiz. Lekin ko'rdik, atmosfera bomba. Lustralar, dahshatlari. Odam bugun gala konsert bo'ldi. Juda ham xursand bo'ldik. Mazza qilib ketamiz mana. Sizga. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Bugungi to'yxonamiz ashlo haqida o'z fikringizni bizlar bilan bo'lsangiz. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Xudo xohlasa birinchilardan bo'l bugun Bahor to'yxonasida xizmatdamiz. Juda chiroyli to'yxona ekan, fayzli. Yana yozgi kuni buzday bo'lib turadi ekan. Qishki kunida issiq zo'r. Hammaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Nima deymiz endi? Obed kech to'y bo'laversin. Ishlarga omad tilaymiz. Biz Azat bizni do'stimiz bo'ladi. Omad tilaymiz ishlariga. Assalomu alaykum. Bugun bizlarning Bahor to'yxonamizning ashlo kuni. Bizlarning Bahor to'yxonamiz haqida o'z fikringizni bizlar bilan bo'lsangiz. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Va mana bugun biz Qoraqalpog'iston Respublikasi Nukus shahrining markazidagi ochilgan Bahor restoranida ochilishda o'zimizning qo'shiqlarimiz bilan xalqimizga xizmat qildik biz. Men o'zim to'g'risi ta'sirotlarim kuchli, sababi to'yxonaning atmosferasi juda ham chiroyli chiqqan. Xalqimizga shunaqangi yaxshi chiroyli restoranlar, to'yxonalar ochilishiga yana tilakdoshimiz. Yurtimiz tinch bo'lsin va bundan bu yog'iga ham yana Nukus shahrimiz gullab yashnashiga tilakdoshimiz.